Kuyov keldi. Kuyovga qo'shib bankdan olib keldik. Qiz chiqargancha kreditingizni to'lab qo'ysangiz bo'lmaydimi? Kuyovni oldida sharmanda qilmanglar. To'y o'tsin to'layman shuni. Bo'ldi aka, bu yoqqa siz aralashmang. Bugun to'yda kuyovga bildirmasdan kreditni o'zimiz undirib ketamiz. Napi patnisto. Qani kuyov jo'ralar, agar aqotanib bo'lgan bo'lsanglar, ataganglarni tashlaymiz, bo'shashmaymiz. Ha, qani? Tashlaymiz, bo'shashmaymiz, taqdirlar qilmaymiz. So'r. Endi keyingi rejaga o'tamiz. Ketdik. Kuyovni bitta oyoq kiyimi qani? Yashirib qo'ydik, pul bersanglar beramiz. Ha, irimlaring qursin, mana. Ha, bu pullarga oyoq kiyim bermaymiz, qo'shing. Ya qo'ymadingizda mana. To'pirabon, bu pillaga kiydirib qo'ysang mardid. Kuyovjon, loshka bo'layman. Shuncha narsani qayerga oberar ekan? Kuyovni xonsaroyda uyi bo'lsa o'shani joylashtiradi. Bu tez. Sandiqda yomonlaring tez. Olmaydi sandiqda. Pulini bersa keyin oladi-da. Bepul bermaymiz. Ha, o'zingni ochchay, 150 ming yetmayapti yana. Jasur buz. Yağmurdan yayraşıp maysalar Berberen hep yalan sırgılar Hergin suratlar şıbırlar Ne olan gelişi Urla! Kredit yapıldı! Yağmurdan yayraşıp maysalar Berberen hep yalan Kreditni to'lab qo'ysang bo'lmaydimi? Hozir sharoitim yo'qda, sharmanda qilmanglar. To'y o'tsin, обязательно to'layman. Yo, bugun to'laysan. Bugun to'lamasak bizlarni kiypayimiz tushib ketib, oylik ololmay qolamiz. Bugun to'yingda kreditni undirib ketamiz. Tabriklayman Jo'ra. Rahmat, Jo'ra, rahmat. Yaxshi. Shuning uchun kreditni vaqtida to'lab qo'yish kerak. To'yingni undiraman dedimmi? Salom, kelin salom, qaynonasiga bir salom. Qani kuyov jo'ralar, ketdik, bo'shashmaymiz. Bo'ldimi? Yo, cho'g'i kam bu o'lgan besini ham eslang. 700 ming yetmayapti. Napi, plan B. Bozorga chiqib qulubnay. Aka, pul qistiradigandan ayting. Aka, bu meni stilimga to'g'ri kelmaydi. Stilinga onalar oyog'i ostida jannat. Onajon muhabbatning kaliti bu. Onajon, bu galgi yurak so'zimni senga bag'ishladim. Senga onajon. Buni kreditini undirib bo'ldik. Yana kimniki qoldi? Anvar Qurbonovniki qoldi. Farzandli bo'pti. Ertaga 11da raddomdan olib chiqar ekan. Bo'ldi, unda ertaga ayiqchalarni kiyib raddomga o'tamiz. Kech qolmanglar. Bularni kreditini shunday qilib undirmasa, cho'ta bergisi kelmaydi. Marhamat, bu bola puli. Yo, ana, bu bola pul emas, bu kredit puli, opajon. Siz bu yoqda bala tug'yapsiz, u yoqda kreditingiz pena tug'yapti. Qachon to'laysiz kreditni? Ukajon kredit o'qanimni erim bilmaydi. Bugun indamay turing, bizni o'ldiradi. Siz xavotir olmang, eringizdan shunday qilib pullarni olamiz, kredit to'layotganini bilmaydi. Napi? Sultonovaga papasha keling. Bu yoqda hamshiramiz, unisi ginekologimiz, bu tarafda qorovulimiz. Oh, farzand muborak. Yolki-palki cho'ta cho'g'i kam. Endi nima qilamiz? Bizdan rozi qoling. Rahmat. Juda katta kredit olibdi-da, bu so'raylikchi nimaga olibdi? Ey yangacha, nimaga bunaqa ko'p kredit olgansiz? Sherikchilikda ish boshlayotdik. Shartnomani o'qimay turib imzo qo'yib yuborib, mana u ikkita plazmani kiydirib ketdi. Bir yaxshigina yuridik firma topsam dardimga-da bo'laymidi. Bor shunaqasi. Yo'q, Yakkasaroy tumanida joylashgan Competent Lawyers tadbirkorlarning huquqini himoya qiladigan yuridik firma hisoblanadi. Bu yerda sizga o'xshagan huquqini bilmaydigan, hujjatlarni tushunmaydigan, sherikchilikda ishlab aldanib qolgan tadbirkorlarning huquqini himoya qiladigan O'zbekistondagi eng zo'r yuridik firma mana shu. Doguri. Kimdadir pulingiz qolib ketgan bo'lsa, o'sha ololmayotgan bo'lsangiz, sudingizgacha qatnashib o'sha pulni undirib beradi. Dongol. Napi, yana kim qoldi? Qo'ziyev krediti bor edi, bugun olamdan o'tdi. Endi qanday qilib olamiz? Tezroq yugur, janozaga ulguraylik. Nimaga? Bo'yniga qarzini kim olar ekan, shuni bilaylik, o'shandan undiramiz.